Ko'pchilik so'raydi, shuncha YouTube haqida gapirasiz, pul topish haqida gapirasiz, o'zingiz pul topib ko'rgansizmi deb ko'pchilik yozadi. Mashalloh deb qo'yasizlar. Ko'z bor narsa, ya'ni ko'z tegmaslik uchun mashalloh deb qo'yinglar. Xo'p, bu $7000 dan ko'proq. Bu soxta pul emas, bu чистый pul dollarda. Xo'p, undan tashqari plastikda pul bor. Hop, 441 million so'm vaqtini ko'ramiz. 24-iyun, ya'ni bugungi sana bilan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Endi bunga o'ziga yarasha chiqimi bor. 96 million so'm chiqim bo'lgan. Ya'ni biz hamma ishlagan pulimizni yostiqda olib o'tirmaymiz, ya'ni ishlatamiz. Ishlatadigan joylar bor o'zini. Xo'p, undan tashqari YouTube kanal ko'rsataman. Xo'p, oxiri 28 kunlik, 27-maydan 23-iyungacha 2025-yil. Xo'p, 20 mingtaga yaqin obunachi bor kanalda. Hozir 48 soatlik 135 mingta 48 soat ichida. Xo'p, kanalga keladigan bo'lsak, kanal 15 million pul ishladi 20 kun ichida. Chunki kanal ko'rishingiz mumkin, 5-iyun kuni monetizatsiyaga ulangan. O'sha kuni 1 million 800 topgan. Hop, ikkinchi kuni hop 2,5 million so'm topgan. Bilasizlar, YouTube kanali monetizatsiya ulagandan keyin ozroq statistikasini tushiradi, sababi boshqalarga imkoniyat berish uchun. Lekin BMG Drive shunaqa zo'r yo'nalish, stabil ketadi, ya'ni nolga tushib qolmaydi. Kuniga 50, 60, 70 dollar topib yuribdi. Ko'rishingiz mumkin. Umumiy hisobda 15 million ishlagan 20 kun ichida. Bitta yangilab ko'rsataman. Chunki ko'pchilik ishonmasligi mumkin. F5 da. Hop. F5 ba'dan bosar ekanman. Yangiladim. Hop, yangiladim, ko'ryapsizlar, 15 million pul ishlagan. Pulga o'tib ko'rsataman. Ko'rdinglar mana. Umumiy hisobda bu 1 oylik pul emas. Bu bir necha oylik YouTube'dan ishlangan pullar. Ko'pchilik shu YouTube'dan pul ishlasam bo'ladimi degan savolga javob: bemalol ishlasangiz bo'ladi, lekin yana bitta narsani aytay, o'ynatib YouTube pul bermaydi. Bunaqangi pul ishlash uchun normalni mehnat qilishingiz kerak, normalni yo'nalishda ishlashingiz kerak. Ya'ni stabilni ketadigan, hadeb prosmotr tushib ketmaydigan, undan tashqari hadeb kanal o'chib ketib, monetizatsiya o'chib qoladigan yo'nalish emas. Men sizlarga BMG Drive yo'nalishini tavsiya qilaman. O'rganinglar, to'g'ri, 1 oyda, 2 oyda, 3 oyda, 5 oyda, 6 oyda bunaqa natija qila olmasligingiz mumkin, lekin 1 yil umringizni mana shu narsaga beradigan bo'lsangiz, Xudo xolasa sizda ham shunaqa natijalar bo'ladi. Chunki bu narsani men o'rganguncha 3 yil vaqtim ketgan. Sog'lig'im ketgan, ko'z nurim ketgan, undan tashqari shuncha umrim ketgan, lekin natijasi o'shanga yarasha. Ya'ni oson pul hech qayerda yo'q. Mehnat qilasiz, kunuzoq YouTube'ga vaqt ajratsangiz, YouTube sizga shunaqa pul ajratadi. Bo'lmasa, o'ynatib kulib, kuniga yarim soat ishlab, bunaqa pul topaman degan xayolni miyangizdan chiqarib tashlang. Ya'ni o'ynatib kulib pul bermaydi YouTube. Qolganlardan sifatli ishlasangiz, qolganlarga nisbatan qiyinroq yo'nalishda ishlasangiz, qolganlar qila olmaydigan yo'nalishda ishlasangiz, YouTube'da yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.